Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugun xudo xolasa 2026-yil 19-fevral. Navbatdagi prezentimizni Navoiy viloyatiga sotdik. Akamiz bizni Fransiyada ko'rib qolgan ekanlar. Rossiyaga qatnaydigan ekan. Megawattga pritsep berganmiz. O'shaga tavsiya qilgan, mana akamiz kelib olib ketyaptilar xudo xolasa. Ayaqlıklar. Ayaqlıklar. Yükni bastık уже. Doğru mu? Ha, yükni bastık. Bastık. Xudo xolasa Navoiyga ketarlar. To'g'ri Qozog'istondan kelishda buraya kirib, mana zakaz qilganimni olib ketyaptilar xudo xolasa. Aka, xudo xolasa qanday? Ko'ngildagidek bo'ldimi? Menga yoqdi. Rangi ham, turishlari ham cho'tki. Xudo xolasa xizmat qilsa, nasib Yaxshi keladi, xizmat qilsin. Har Qozog'istonga borib kelganda $2000 ishlab kelaveradi. Aytganingizni. Sizlar qo'llarimiz dard ko'rmasin. Sog' bo'ling aka. Rahmat, rahmat. Bu pritsepimizga kelsak, bu pritsepimiz 1.40 ga 230 razmerda bo'ldi. Tentlari bilan chiroyli qilib, parkoklari, zanjirlari har doimgidek. Chiroyli qilib mana ikiga taxlab berdik. Aka, Qozog'iston, O'zbekiston qatnar ekanlar, mana yuklari ham bosdik уже. Xudo xolasa ketdi pritsep. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pritseplar kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib bog'lanaverasizlar. Sog' bo'lib, Mopra asfalt svetda mana 15 lik Cobalt o'zining zapas yaponi tushadigan qilib taxlab berdik akaga. Sog' bo'linglar.